Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bizni eng kichkina shogirdimiz Shohnazarxon 25-may trendini olishga qaror qildi. 25-mayga qancha pul kerak sizga? Yo'q, shart emas bu. Qadrli obunachilar, mana trend olishga qaror qildi. Shu shogirdimizga har bitta like, har bitta kommentariy uchun 25-mayga 24-kunisi ko'paytirasiz. Har bitta like, har bitta kommentariy uchun 200 so'mdan pul qilib beraman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Men Furqat Trend do'konchiman, o'zi ovqat sotaman. Shu do'kon avval o'zimniki edi, hozir ishchiman. Nega desangiz, shu trend video olaman deb do'konni shogirdimga boy berdim. Savdoyimni rivojlantirish maqsadida Instagram ochdim. O'zi aslida savdo yomon emasdi, lekin hamma shunaqa Instagram och yaxshi bo'ladi deyavergandan keyin Instagram ochib yurg'izishni boshladim. Boshda reklama qilib video qilsam 100 ta 150 ta odam ko'rmasdi. Lekin shu videoni olganimizdan keyin hamma yozishni boshladi, hamma like bosishni boshladi. Hayron qoldim. Bir kun shogirdim aytib qoldi, usta shunaqa video trend bo'ladi. 25-mayga shogirdga pul videosi. Har bitta like, kommentariyaga menga 100 so'mdan berasiz dedi. Men endi shogirdimni sharoitini bilaman, shuning uchun 100 so'm emas, 200 so'mdan beraman deb videoni oldim. O yaxshi ketdi. Videoni do'konni berkitishdan oldin kechki payt oldim, qo'ydim profilga. Ertalab shuni ko'zimni ochsam 12 million qarzda uyg'onimman. Bu tinimsiz kelgan like'lar, kommentariyalar meni umrimni qisqartirib yubordi. 33 yilda oqarmagan sochimga shu 3 kunda oqaroladi. Kommentariyani o'qisangiz odamlar shunaqa yozadi, pulni bermaslikni iloji yo'q. Agar bermasangiz hamma sizni 3 ta harfga chiqarib qo'yadi. O'zimni yaqin do'stlarim 200 ta 300 tadan kommentariy yozibdi. Oshna, seni maqsading nimaga unaqa qilasan desam, seni profilingni rivoji uchun deydi. 200 qarang deng, oldin shuncha video qilganman, birortaga yozmagan, aynan shu videoni tagiga yozishni boshladi. Arslon izidan yigit so'zdan qaytmaydi. Lavzlav do'konni to'liqligicha shogirdimga topshirdim. Hozir shu do'konda o'zim ishchiman, shogirdim menga boshliq bo'ldi. Hayot sizga ertangi kunga nima tayyorlab qo'yganini bilmas ekansiz. Lekin trendlar o'tadi, ketadi, asosiysi mardlik, erkaklik qoladi. Men shu talabdoriman, mard bo'lish kerak, erkak bo'lish kerak. Tushkunlikka tushmaymiz, to'xtab qolmaymiz, chunki menda 3 million ahvati bor, profil bor. Bundan keyin hattoki shogirdim demay boshlig'im menga aytdiki, agar do'konni SMM'ni ham boshlasangiz, oyligingizga $300 dan qo'shib beraman dedi. Balki shu hayotda bir erkaklikni badali shu bo'lsa kerak. To'g'ri bo'ldingizmi? Okaga savol topib bering. Bo'ldi, xo'p.